Devlet İşler Katibi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet İşler Katibi Rex Tillerson so'zini davomlashtirib bunday ko'rsatdi. Amerika bilan Hindistonni bu yer sharq bilan g'arbning mayoki. Dunyoning ikki tarafida yer sharining muqimligini qo'g'daydi deb ko'rsatdi. Amerika bilan Hindiston sharqning g'arbning mayoki dunyoning ikki tarafida muqimlikni qo'g'daydi deb ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Rex Tillerson'ning Hindistonni ko'tarib, Jungoni cho'kirib so'zlagan nutqi vaqtiyati kishini cho'nqur o'yga soladi. Vaqtiyati kishini cho'nqur o'yga soladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet İşler Katibi Rex Tillerson Jungoni Kompartiyaning 5 yilda bir qatim ochiladigan memleketlik qurilishining ochilgan kun, memleketlik qurultayining kechiringlar, memleketlik qurultayining ochilgan kunida nutq so'zladi. Shunga Jungo taraf ig'vogarchilik xarakterga ega deb qaradi. Demak, Jungoning Kompartiyasining memleketlik qurultayi ochilgan kuni 18-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet İşler Katibi Rex Tillerson nutq so'zildi. Shunga bu ig'vogarchilik xarakterga ega deb bekitdi Jungo hukumati. Belki Devlet İşler Katibi Rex Tillerson Hindistonni ko'tarib, Jungoni cho'kirib, nutq so'zlashdan burun Jungo bilan Hindiston Doklam rayonida 2 oydak tirkashgan edi. Gerçi Devlet İşler Katibi Rex Tillerson nutqida bu tirkishishni eg'izga olmagan bo'lsa-mu, bishorat berib, shunday ko'rsatdi. Jungo prinsip qoidalarga ig'vogarchilik qilganda yoki qo'shni davlatlarning egilik huquqiga ziyon zahmat yetkazib, ittifoqdoshlarni va Amerikani foydasiz o'ringa tushirib qo'yganda Amerika hargiz kayniga chekinmaydi. Amerika hargiz kayniga chekinmaydi. John Humphrey Devlet İşler Katibi Rex Tillerson'ning so'zlagan nutqi ahamiyatli bir nutq bo'ldi deb ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Rex Tillerson'ning nutq so'zlashga taklif qilgan Xalqaro strategik tadqiqot markazining raisi ve baş ma'muriy amaldori John Humphrey Devlet İşler Katibi Tillerson'ning nutqini ahamiyatli degan sifat bilan tasvirladi. Ahamiyatli degan sifat bilan tasvir deb ko'rsat. U yana Devlet İşler Katibi Rex Tillerson Amerika Hindiston Amerika hamkorlashib Hind okean va Tinch okeani rayonini Amerika Hindiston hamkorlashib Hind okean va Tinch okean rayonini kun sari tinch va muqim gullangan rayonga aylantirish. Qalaymaganchilikdan saqlanish, to'qinish ichi turadigan bulanchilik xarakterlik iqtisod ishlab chiqarish bilan shug'ullanmaydigan bir rayonga aylantirish uchun Amerika va dunyo Hindiston Amerika hamkorligi muhtoj ekanligini nihoyat ahamiyatli bir ifodalash bilan ko'rsatdi deb ko'rsatdi Humphrey. Endilikda Sony Glaser xonim Prezident Trumpning Osiyo safariga yo'l ochdi dedi. Glaser xonim bu qatim Rex Tillersonning so'zlagan nutqi Prezident Trumpning Osiyo safariga yo'l ochdi dedi. Bu tadqiqot markazining Osiyo ishlari bo'yicha yuqori darajalik maslahatchisi, Jungo masalasi mutaxassisi Bonnie Glaser xonim bunday hisobladi. Bu tadqiqotchi ayolning so'zlari hozir Amerikada siyosat belgilashga ta'sir ko'rsatadigan tadqiqotchi. Bu tadqiqot markazining Osiyo ishlari bo'yicha yuqori darajalik maslahatchisi, Jungo masalasi mutaxassisi Bonnie Glaser bunday hisobladi. Devlet İşler Katibi Rex Tillerson'ning bu nutqi Prezident Trump hukumatining birinchi bo'lib Osiyo siyosati to'g'risida so'zlagan nutqidir.
Dikkat, hürmetlik vatandaşlar. Gileysir Hanım nim deydi? Bu tədqiqat mərkəzinin tədqiqatçısı Gileysir Hanım mundaq hesablı. Devlet İşlak Katibi Rakis Tillerson'un bu notki Prezident Trump hükümetinin birinci bulup Asya siyasi doğrusu sözlügen notkudur. Hindistan-Amerika münasibeti hamda Hindi Okyan, Tinch Okyan siyasetiga nazar ağdırış bilen oxşaş bir vaqtda Jungo'nun Janubi dengizdeki haddi hareketleri. Bir yol, bir belbağ stratejisi hamda prensip ve xalqaro tartiblarga ig'vogarchilik qilganligini tanqidladi. Hindi Okyan, Tinch Okyan voqealariga nazar ağdırış bilan birga Jungo'nun bir yol, bir belbağ siyosati hamda xalqaro tartiblarga ig'vogarchilik qildi deb tanqid qildi. Gileysir Hanım mundaq hisoblaydi. Buni toq Prezident Trumpning Asya siyosatining asosiy melodiyasidir. Dikkat vatandaşım. Rakis Tillerson, Prezident Trump hükümetinin devlet işlak katibi Rakis Tillerson'un bu qatimqi notki Prezident Trump'ның Asya ziyaretinin asosli melodiyasidir. Gapning tugini müşahede vatandaş. Janub Asya işleri mutaxassisi devlet işlak katibi Rakis Tillerson'ның notki adatdan tashqari g'ayri bir ishdir dedi. Ola küçük mavzular değil mi? An'anaviy Fond jamiyati Janubiy Osiyo ishlar tadqiqotchisi Jeb Semiz mundaq hisobladi. Davlat ishlar kotibi Tillersonning so'zlagan nutqi odatdan tashqari bir g'ayri nutq bo'ldi. O Twitterda mundaq ko'rsatdi. Buni toq Hindiston to'g'risida Jungo va prinsip ham xalqaro tartib to'g'risida Amerikaning taktikasi hamda bir yol, bir belbağ to'g'risida so'zlangan so'zlari odatdan tashqari bo'ldi deb ko'rsatdi. Prezident Trumpning Osiyo siyosati belgilandi. Maqolaning jinimiyada diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Bu so'z biz kutayotgan kunlar. Shaxsan men o'zim uchun aytgan 21 yildan beri kutayotgan kunlar. Diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Prezident Trumpning Osiyo siyosati belgilandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bir nafar amaldori Amerika Ovoz radiosiga mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson so'zlagan nutq Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Aqsaray Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarlik komiteti bir necha oydan beri maslahatlashgan masalalar asosida so'zlandi. Diqqat vatandoshim. Bu bir nafar amaldor nima deydi? Amerika Ovoz radiosi muxbiri nima deb ko'rsatdi? Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson so'zlagan nutq Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Aqsaray Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarligi komiteti bir necha oydan beri maslahatlashgan masalalar asosida so'zlandi. Bugun bu nutq shuni ko'rsatdiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarlik organlari Prezident Trump Osiyoga ziyoratga berish arifasida Osiyo siyosatini baholashni butunlay tamomlab Osiyo siyosatini tuzganligini ko'rsatdi. Diqqat vatan. Bu nutq shuni ko'rsatdiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligi organlari Prezident Trump Osiyoga ziyoratga berish arifasida Osiyo siyosatini baholashni butunlay tamomlab yangi Osiyo siyosatini tuzganligini ko'rsatdi. Axir tahlil qilamiz, hurmatli vatandoshlar. Men ba'zi xatlarni o'qigan tantirab qolganim, men ko'zoynakim, bu uzun qaraydigan ko'zoynak. Va bu xatni buni leksiyan tayyorlaganda kitob qaraydigan ko'zoynak bilan tayyorlag'achqa, shunga ba'zi xatlarni vaqtida o'qiyamiz, meni kechiringlar. Buningdan keyin bunaqa diqqat qilaman vatandoshlarim.